Qalam Qosim, menga kiyim olamiz ha? Bitta ko'ylakcha sizda aylansin. Singil bechora kiyim yo'q, qop kiyib yuribdi, burasi kim qardagi qizlarni butikdan kiyintiradilar. Shkapingga kiyim ko'pligidan maska qo'yishga joy yo'q, ey. Ertaga obedga o'sha qilgan restoranga boramiz ha? Tamam, bitta restoran sizda aylansin. Singil uyda och, nahor akasi ko'chadagi qizlarni qornini to'g'izish bilan ovora. Uyga 3 kilo pishirilgan go'sht olib kelib o'shani ye. Ertaga uchrashuvga bitta ham oyoq kiyimim yo'q. Oyoq kiyim olaylik menga. Tamam. Ana oyoq kiyiming bor-ku, nima bo'lgan shunga? Nima bo'lgan? Aka, necha yil kiydim buni, eskirib ketdi. Bo'pti, yur olib beraman. Aka, nimaga Aynaflorga keldik? Filo turk poyabzalari do'konida yilning eng katta voqeasi Oq juma mega aksiyasi bo'lib o'tyapti. Ushbu aksiya 28, 29, 30 noyabr kunlari Toshkentning 6 ta filialida amal qiladi. Tezroq kiy. Sana birato'la ikkita zo'r taklif kutyapti. Birinchisi faqatgina 3 kun 30, 40, 50% skidka bilan olsang bo'ladi. Ikkinchi taklif bitta olsang, ikkinchisini bepul olsang bo'ladi. Aka, bu kishi kim? Xalqqa e'lon qilyapti-ku, mana bu xalqda aksiyadagi tovarlar soni juda ham cheklangan ekan. Barchangizni sifatli oyoq kiyim xarid qilish uchun Floga taklif qilamiz. O'tinglar. Bu 179 ming, bu 199 mingdan ekan. Nimaga namiyoq qilyapsan? Aka, mana bunisi 249 ming, bunisi 279 ming ekan. Yerinda Murskoy oyoq kiyimlar ikkalasi ham 279 mingdan. Detski anatometik itiklab 179 mingdan ekan. Nima uchun namiyoq qilyapsan? To'xtang dedim.